Avvalambor assalomu alaykum hurmatli yurtdoshim va qo'shni respublikalar. Men Burxonov Ilyosbek Ilhomjon o'g'li 1998-yil Namangan viloyatida tug'ilganman. Va Bekxan taxallusi ostida 2,5 yildan beri TikTok ijtimoiy tarmoqida ijod qilib kelaman. Ya'ni siz bilgan battle deb atalmish bir platformada o'z faoliyatimni yurgizaman. Bu yillar davomida biz yutuqlarga erishdik va mag'lubiyatlarga ham uchradik. Erishgan yutuqlarimiz turli xil savoblar qilishimizga, uchralgan mag'lubiyatlarimiz esa ba'zi bir sharmandagarchiliklarga olib keldi. Sharoitim yo'qligi sababli men ushbu ijtimoiy tarmoqqa kirdim va san'at yo'limdan voz kechib, xonandalik yo'lidan voz kechib, ushbu tarmoqda o'z faoliyatimni yurgizdim. Bu yillar davomida yoshlik qilib qilingan xatolar ortidan ozroq bo'lsa-da sharmandagarchiliklarga yo'l qo'ydim. Va buning uchun barcha yurtdoshimdan uzr so'ramoqchiman. Agarda sizning qalbingizga efir orqali dilingizni og'ritgan bo'lsam meni kechiring. Meni dilimni og'ritgan bo'lsangiz men sizni kechirdim. Ro'zai Ramazon oyida barchangiz bilan yarashib yuqori darajadagi, yuqori saviyadagi bundan keyin efirlarni dunyo darajasiga olib chiqmoqchiman. Albatta bunda sizning menga bo'lgan mehringiz juda ham zarur. Va barcha yurtdoshlarimdan menga ishonch bildirishlaringizni so'rab qolaman. Siz va men ertangi kunning kelajagi. Bundan keyingi har bir efirimiz bir og'iz so'kishsiz davom etadi. Va asl Bekxanning yuzini ko'rasizlar. Shu kungacha meni Bekxan bo'lishimga sababchi bo'lgan barcha heyterlarimdan tortib, barcha raqiblarimdan tortib, shu kungacha g'iybat qilayotgan insonlardan tortib, like bosyapgan insonlargacha rahmatimni aytmoqchiman, chunki sizlar sabab shu kunga erishdim. Bugungi kunda angladimki, yoshim 27 ga qarab ketar ekan, men katta hayot ostonasidaman, oila qurish ostonasidaman. Ertangi kunda farzandlarim mendan faxrlanishini va yurtimizga kerakli insonni tarbiya qila olish